Leksimizi davamlaştırımız hürmetlik vatandaş endeki mavzumundaq. Amerika Jungo soda urushi yangi sovuq munosabatlar urushini keltirib chiqaramdi. Mavzuli xabar 7 ayning 13-kun Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trumpning $200 milliard Jungo tovarlardan baj elish harakati ikki davlat o'rtasidagi savdo so'rkilishini o'rlatib o'tdi. Jungo Amerika munosabatini texmi jiddiylashtirib o'tdi. Amerika o'rtasida qonga qon, jonga jon yarışarida ikki cho'ng iqtisod davlati o'rtasida savdo urushi keltirib chiqaramdi. Bu savdo urushi ikki davlatni bir maydon sovuq munosabatlar urushi davriga elib kiramdi. Amerika Jungo o'rtasida boj elish urushi o'rlab ketdi. Singapur davlat universitetining tadqiqotchisi Alexey Capri mundaq hisobladi. Amerika Jungo o'rtasida bir qator qonga qon elish, jonga jon elish xarakterlik o'z elish shaklida boshlangan boj elish urushi borgan sari iqtisod sohasidan olqib chiqib ketdi. O Osiyo xabarlari torbitida maqola e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Yetib kelayotgan Amerika Jungo savdo urushi eng zo'r va eng muhim bayon shakllik bir kichik guruhning tarkibi qismida. Yani Beijing bilan Washington o'rtasida kun sayin keskinlashayotgan geopolitik siyosiy raqobatdir. Onun qarashicha, bu raqobatning markazida turayotgani texnik yangilash va iqlimlik huquqi masalasidir. O mundaq dedi. Bu dunyo hozir raqamlik sanspir harbiy tayyorliklar musobaqasining dastlabki bosqichida turibdi. Hatto ba'zilar bu holni yangi sovuq munosabatlar urushi deb atadi. Çinci bu mundaq ko'rsatdi. Ko'z oldimizdagi vaziyat ikki qatimliq dunyo urushi mazgilidagi vaziyatga o'xshaydi. Shangang Osiyo iqtisod taraqqiyoti institutining tadqiqotchisi Çinci bu pul muomala gazeti muxbirining ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Biz tarixda yuz bergan savdo urushining tajribalaridan ibrat olaylik. Buningdan 100 yil burun yuz bergan savdo urushi oxiri bir maydon urushga elib kelgan. O mundaq ko'rsatdi. Navbatda butun yer shari miqyosida yuz berayotgan ishlar ikki qatimliq dunyo urushi mazgilida yuz bergan ishlar bilan o'xshashdir. Bu o'xshashlik kishilarni cho'chitadi va qo'rqitadi. Biz hozir navbatda 1929-yil yuz bergan pul muomala krizisidan keyingi 3-bosqichda turibmiz. Ya'ni siyosiy jamiyat bosqichida turibmiz. Harbiy to'qnash yuz berish faqat bir qadamla oraliq qoldi. Harbiy to'qnash yuz berish faqat bir qadamla oraliq qoldi. Agar har qaysi davlatlarda siyosat belgilaydiganlar diqqat qilmaydigan bo'lsa, o'tgan tarixning davriy damlarini takrorlash ehtimolligi mavjud. Va professor mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo savdo talash tartishi va dunyo tartibi duch kelgan xiristlar birli prezident Trump paydo qilgan emas. Ham bu prezident Trump o'zi yolg'iz qilib ketalaydigan ish emas. O mundaq ko'rsatdi. Amaliyotda Amerika bilan Jungoning qimmat qarashidagi farqlar va iqtisod manfaat sohasidagi to'qnashuvlar Jungoga qattiq muomala qilish
Cungo'nun baş götürüşünü çekleş. Ma'lum derecede Amerika'da yukarı ve tüvende ortak tonaş hasıl kıl. Çünkü ben Prezident Trump Amerika Cumhuriyeti münasebet umumyüzlük tekşürüdü o dedi. Washington An'anavi Tadqiqat Cemiyeti'nin yukarı dereceli tadqiqatçısı için ben mundaq hesapladı. Prezident Trump hükümeti nöbette Amerika Cumhuriyeti münasebetinin her qaysı taraflarga qaytadan tekşürüş edip barıldı. Dikkat vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatlarının Prezident Trump hükümeti bu nöbette Amerika Cumhuriyeti münasebetinin her qaysı taraflarga qaytadan tekşürüş edip barıldı.